Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xonadonimizda srochli narxida sotuvga chiqaryapmiz. Narxini ham siz aytaman, $70,000 narxlab sotuvga chiqaryapti. Srochli narxida zelon zonani ko'ryapsizlar, ustunli chimlar bilan qilib qo'yilgan. Xo'p, bu tarafda bitta zal bo'lyapti. Bitta zal remontlari zo'r holatda turibdi. Почти yangi, ozgina yashalgan ekan. Bu yoqda bitta yotoqxona. Xo'p, bu yoq taraflarini ham bitta ko'rsataman. Zal videoni tezlashtirib yuboramiz. Xo'p, bu yoqda mana ko'ryapsizlar, kachellar qilib qo'yilgan. Xo'p, hovliga bitta rakmina qilib qo'yilgan, mana shunaqa ayvoni bor. Bu yoqda kalavatlar ham qo'yib qo'yilgan. Bu yerda bemalol maza qilib shundoq kelib yashab bersangiz bo'ldi. Bu zdaniyamiz taxminan 5 yil bo'lgan ekan, qurilganiga birinchi ko'rsatganim 2,5 yil atrofida bo'lgan ekan. Bu bitta yotoqxona bo'pti. Bolalar yotoqxonasi deylik. Xo'p, bu yoq tarafda bitta yosh kattalar uchun yotoqxona. Remontlariga o'zingiz bitta baho beringlar. Xonadonimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Xo'p, bunisi sanuzul bo'pti. Sanuzul ham kichkina emas, kattagina. Xo'p, bu yoqda bitta ovqatlanib, dam olib o'tiradigan bitta xona bo'pti. Remontlari zo'r holatda bo'pti ham. Bu yog'i oshxonamiz bo'pti. Xonadonimizning bitta minusi mana shu yo'lak bilan kirib kelinadi. Mana shu ro'paradagi uy bo'pti. Boshqa uy yo'q. Mana shu joy hammasi sizlarga tegishli bo'ladi.